jostki emas, myakkiligi uchun ishim 1 soatda. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bizdagi navbatdagi xarid minivan hisoblangan BAV M7 modelimiz sotildi. Mijozlarimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan tashrif buyurdilar. Hozir mashina haqida qisqacha fikrlarni eshitamiz. Aka, xush kelibsizlar salonimizga. Mashina haqida qisqacha fikrlaringiz. Nima uchun aynan shu minivan tanladingiz? BAVni. Biz bu mashinadan oldin olganmiz. Oldin bor. Oldin bor. To'qqiztaligini olganmiz. Shu mashina jostki emas, myakkiligi uchun, komfortli bo'lgani uchun. Sidinalari ham 11 kishilik chiqqan ekan. Bu salondan ko'p oldin shineri ham olganmiz, boshqa olganmiz. Endi bafam bo'ldik, ikkinchisiga yana keldik. Tushunarli. Keldik. Xudoga shukr, mana zo'r. Qanchada bitta ishingiz? Ishim 1 soatda bitdi. Ertalab keluvdingiz? Ertalab keluvdim, 1 soatda ishim bitdi. Mana xudoga shukr. Xizmatlardan mamnunsiz, mashinangizga yoqdi? Hammaga tavsiya qila olasiz. Tavsiya qilaman. Endi minmaganlar bo'lsa, kelib olishsin. 1 soatda ishi bitadi, komfort. Uzoq yo'lga ham zo'r. Boshqa chet davlatga chiqaman desa ham zo'r mashina. Motorida nimasi yo'q, Kamchiligi yo'q. kamchiligi yo'q. Mana o'zimiz minib yuribmiz ana uni. Kamchiligi yo'qligi uchun kuzovda, misol farada, tabloda kamchiligi yo'qligi uchun. Ya'ni shu oldin oldingiz bag'da siz ishonchingiz oqladiki, yana kelib shu mashina, aynan shu mashinani tanlab xarid qilyapsiz. Shu mashinani oldik. Sizga ham kattakon rahmat. Aynan bizning avtosalonimizni tanlaganingiz uchun, bizga ishonch bildirganingiz uchun. Bu avtomobil kaliti, Rahmat. hujjatlari va avtosalon tomonidan esdalik sovg'alarimiz. Xudo xolasa sizni yana bir bor avtosalonimizda kutib qolamiz. Yaxshi kunlaringizga xizmat qiling. Salomat bo'ling, oq yo'l. Kelaverasizlar.